Assalomu alaykum bolajonlarim. Yaxshi keldinglarmi? Voy, Go'zal, nega sen xomushsan? Kim seni xafa qildi? Xafa bo'lmagin, men sizlarga bir hikoyani aytib beraman. Eshitasizlarmi? Endi bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir xonadonda Akmal bilan Zebo degan aka-singil yashar ekan. Kunlardan bir kuni aka-singil urushib qopti. Voy, rosa talashishibdi, tortishibdi. Buni ko'rgan buvisi Zeboni Akmalni yoniga chaqirib olib, "Qani, yuringlar-chi bolalarim. Ko'chat ekamiz" debdi. "Yaxshi ish qilamiz" debdi. Ko'chaga chiqishib, Akmal o'ziga bitta ko'chatni ekibdi. Zebo ko'chat ekibdi. Bu Akmalniki, bu Zeboniki deb yozib ham qo'yishibdi. Keyin bujon o'zi nimaga ko'chat ekdik debdi. Ha, endi buni keyin bilasizlar. San maktabga, san bog'changga borib kelgin deb bujonisi ularni maktab, bog'chaga kuzatib qo'yibdi. Endi Akmal rosa to'polonchi ekan-da. Ko'chada katta amakilar, dodalar ketayotganda salom bermay o'tib ketibdi oldiga tushib. Ha, kattalarni oldiga tushib yurish kerak emas-ku. Unaqa qilmabdi-da u. Keyin qarasa, oyoqda mushuk yotgan ekan, tosh bilan uribdi. Mushuk qilib qochib ketibdi. Keyin bitta qizi rosa masxara qilibdi. Keyin maktabiga borib, kichkina bolalarni popkasidan tortibdi, popkasiga uribdi. Keyin Zebo esa ko'chada kattalarni ko'rsa, "Assalomu alaykum xolajon, assalomu alaykum buvijon" deb salom berib, ibo bilan, hayo bilan. Keyin bitta o'rtog'i kasal ekanda, uni ko'rgani kiribdi. Keyin yo'lda ketyapsa, bitta buvijonni so'mkasi yerga tushib ketib, olmalar to'kilib ketibdi. "Voy buvijonim, hozir men sizga yordam beraman" deb olmalarini terib so'mkasiga solib beribdi. Keyin shuna qilib uyga kelishibdi. "Assalomu alaykum buvijon, men keldim" debdi. Akmal ham "Assalomu alaykum" deb kirib ketdi. "Aytuvdingiz-ku, yaxshi, ertaga bilasizlar daraxtinglar nima bo'lganini degdingiz" deshibdi. "Ana ko'ringlar" debdilar buvijonlari. Akmal bilan Zebo o'zlari ekkan ko'chatni oldiga borishibdi. Ne ko'z bilan ko'raylik, Akmalni ko'chati qurib qopti. Zeboniki bo'lsa gurkirab, yam-yashil bo'lib turganmish. Xo'sh, bundan xulosa buvijonlari aytibdilar, kim yaxshilik qilsa, uni ekkan daraxti ko'karib chiqadi. Yomonlik qilganni hech qachon daraxti ko'karmaydi debdilar. Ko'rdinglarmi, xulosa nima ekan? Yaxshilik bilan qaytadi. Yomonlik esa mana shunaqa Akmalni daraxtidek qurib, hech kimga foydasi bo'lmaydigan o'tin bo'lib qoladi. Tushundingizmi, Go'zal xonim? Birov bilan urushmagin, o'rtoqlaring bilan, Mursalina singling bilan urushmagin. Uni hurmat qilgin, erkalagin, xo'pmi? Zeboga o'xshab. Keyin har narsaga xafa ham bo'lib qolmagin. Ey jonim mening.